Hozir endi uyiga borib olib kelasizmi? Uyga boramiz aka. Dastlabki Imeykaga. 24 soat. Qaysi joylarga borib olib kelinadi? Tashlar, Yazavon, Farg'ona, Aha. Qo'shtepa, Varzagacha boramiz aka. Farg'onaga ham. Farg'onaga. Gap. O'za kanalda u kanalga ham chiqaveradi. Chiqaveramiz aka. 150 mingdan 300 minggacha kirdi chiqdi qilgan bo'lsa, Imeyka uchun pasportini pulga olasiz. Pechatni rasmiga o'sha olasiz. ustida borib, ustida pulini to'lab olib kelamiz. Asraz bitadimi, tez bitadimi narsa? Tez bitadi. Unga 5 daqiqa. ziyoni yo'qmi odamga? Yo'q aka, vahima qilishga hech qanaqa ziyoni yo'q. Umuman, faqat pul qiladi xolos. Biz odamlarni oldiga borib qo'lda ko'rsatamiz, o'zimiz nima qilayotganimizni ko'radi, yoqsa ma'qul kelsa olib beradi, pul beramiz, bo'lmasam yo'q. Ko'ryapsizlar, 150 mingdan 300 minggacha pul beryaptilar. Sababi siz kirdi chiqdi qilgan bo'lishingiz kerak. Hozir qachonligini ayting, srogini. Iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, 19-dekabrgacha O'zbekistonga kelib, O'zbekistondan keyin chiqmagan bo'lish kerak. Ha, keyin chiqmagan bo'lish kerak. Chiqmagan bo'lish kerak. Orada bir marta chiqib ketsa ham yo'q, undan kuyib ketadi, o'tmaydi. Ashuni o'tadigan qilish kerak ekanda. Dekabrda, 19-dekabr deganlar o'tgan yilgi cheklovda aytdilar. 2024-yildan 19-dekabrgacha kirdi qilgan bo'lsangiz, qaysi shaharga bo'lishidan qat'iy nazar. Shunday kirib chiqsangiz, velosipedda kirib chiqsangiz ham bo'laveradi. Samolyotda ham 150 mingdan 300 minggacha sizni pasportingizga kirdi chiqdi qilganingiz uchun pul berishadi, imeyka qilishadi. Buni xavfli tomoni yo'q. Telefon qilsalaring, borib uylaringga borib imeyka olib kelishadi. Mabodo Marg'ilonga sentrga tushib qolsalaring, lokatsiyamiz Makro'da pastida. Birinchi etajda. Saminglarni nomer qoldirib qo'yapmiz. Bemalol telefon qilib mana shu yerda 24 ga 7, 8 bas. 10 aka. Gap yo'q. Yangi cheklov qilardilar. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Bu manfaatli video bo'lishi uchun podpiska, like, kommentariy, bir ikkita darmay do'stingizni jo'natib qo'ying. Bizning manzilimiz Marg'ilon shahar sentr markazida akalar. Makro zdaniyasida mana. Bu Beeline ofis yonida. Katta Ustelecom ofis. Otini yozib qo'yganmiz, ot kallasida.